Akalar assalomu alaykum. Bugun 11-mart. Go'zal ekan, bugun baliq oviga chiqaringlar. Kecha yomg'irdan keyin kislorodlari bo'lib, xullas moshni uryapti. Mana ikkita o'sha oldim. 2 minutda oldim mashina. Tashadim olyapman oxira, mana qaranglar. Yana olaman. Meniki yoryapti ona. Ha, qaranglar. Uryapti. Arot qilmagin. Chiq. Nas qarab turinglar. Yomon uryapti ona. Anaqa bo'pti, faollashib qopti. Endi bir-ikki urib berdi. Ha, oh yes. Voh, haromi. O qattig'idan degan. Ketib qoldi. O bo'ldi o'zi. Hozir natija bomba bo'ladi hozir. Hozir videoda chiqarib beraman hozir. Suv o'ta moshni. Aynan tez joydan uryapti mana. Voshim uryapti. Mana endi solyapti. Kendi. Oh, yes akalar. Yes. Yes akalar. Yes. Voy haromi, chiqo'yat. Voy iflos. Bir nimaga kirib oldingda? Oylashtiribdi hozir. Normalnisdan chiqyapti. Oy joningdan ke. Oh. Hozir ko'rasizlar, gigantidan chiqaraman mana. Gigantidan. Qonidan ilib qo'yibdi. Razmerda hozir ko'rasizlar mana. Ko'rib turibsizlar. Ancha katta. Hozir yana chiqaramiz. Ammo uryapti ona. Uni 11-mart akalar. Foydalanib olinglar. Mana yana bitta so'z isboti akalar. Bugun vashsha kayf, boqaringlar. Tinmayapti. So'mka to'lib ketadi, so'mka hozir to'lib ketadi so'mka. Hozir kattasini ham olamiz. Vashsha kayf bo'lyapti 11-mart. Marinkani voshim yoramiz shekilli. Mazza bo'lyapti akalar, mazza. Voy dod degan marinkalar qaranglar. Oh. Bugun bayram ekan akalar. Mana akalar, bugungi marinkalarimiz. Kattasini ololmadik-ku, har holda chaqqa sob bo'ladiganlari bor mana. Shunaqa tez suvda yuribdi, mash bolalar. Qoyil qoldimi, qoyili. Shunaqa tez hali oqim. Mashidan uryapti. Voy malandes. Marinkada kuchli balo yo'q ekan.